Qoravoy, qoravoyim o'zimi? Qoravoyim. Qoravoy, men hozir. Alo, Ahmad o'rtoq, bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Bemalol o'rtoq. Jigar, 1 million so'm pul zaril bo'lib qoluvdi. O'shanga berib tura olsam telefon qotuvdim. Hop o'rtoq. Ishxonada edim. Kela olsam berib yuboraman. Bo'ldi o'rtoq. Hozir o'taman bo'lmasa. Tinchlikmi o'zi? Ozgina zaril bo'lib qoldi-da. Mendan hech lekin bunaqa qarz so'ramagan eding. So'ragan pulingni tayyorlab qo'ydim. Mana. Rahmat o'rtoq. Xudo xohlasa qaytaraman. Men bo'lmasa kech bo'lmasa, shunaqa bor ishimni bitirib kelay. Adeylani mashinalari ko'rinmaydi. Taksida keldingmi? Yo'q o'rtoq, avtobusda keldim. Qorda, ko'chada yurma o'rtoq. Yur o'zim olib borib kelaman. Ovora bo'lib qolmayman desa, mayli. Ketdim unda, qayni. Yuroqa. Shoshma, qayerga kirib ketyapsan? Hozir o'rtoq, shuni ichkari do'kon kirib chiqing. Xolasa yurib ketdi bilan kirib chiqamiz. O'rtoq, mana do'konga yur. Narxlari ham arzon ekan. Og'ay nima, shu sovuqda po'ka oyoq kiyimda yuribdim. Kiyimlari ham qalin, issiqqina ekan. O'rtog'imni bolalari bo'lmasa, bu kiyimlarni nima qilar ekan? Mana aka, puli. Rahmat. Turay. Ha. O'rtoq, hozir 5 minutda chiqaman. Ovora bo'lib chiqib o'tirmang. Mayli, o'tiradigan bo'lib boringlar. Xo'p bo'ladi. Ha. Chiqdim o'rtoq. Boydan beri tinchlikmi deb so'rasam, indamayapsan. Yosh bolaga kiyim olib, kimnidir uyiga tashlab chiqyapsan. Balkim endi yetarsan. Sen yaqin o'rtog'imsan. Sendan bekitadigan hech qanaqa sirim yo'q. Boya, opam. Jigarim SMS yozib yuboribdilar. Bejonim. Ming hijolat bilan senga shu SMS yozaman. Jiyanlaringni mabsudi. Kiyishga kiyimi yo'q. To'g'risi, bog'chaga ham borolmayapman. Bitta ishonganim, suyanganim san jigarim. Sendan iltimos, agar imkoniyating bo'lsa, shu jiyanlaringga issiq kiyim olib bera olasanmi? Opam qara, SMS yozganlardan keyin vijdonim qiynalib ketdi. Shuning uchun sendan qarz olib, kiyim-kechak olib, jiyanlarimga tashlab chiqdim. Lekin jigarlarda, opada, singilda, aka-ukada vaqtida xabar olib turish kerak ekan. Bunaqa SMS yozgungacha olib kelish kerak emas ekan.